ikkita tomonini buzamiz, ha? Voy, o'nglayni. Nima temayapti meni udarlarim? O'lib qoladimi o'zi? Udarlarim hech qaysi tema. Atminmi deyman, ha, qurish. Qarashday qaraylar. Mayli, necho atmin ekan. Xo'p, biz boshqa narsa quramiz, ili qaraylar bo'lmasam. Xo'p, mana chotki bo'l. Yeta bo'ldi. O'nachli men agar pastdan qura olmasam, tepadan qurishga qaror qilaman. Qarashday mana bu yerda buzib taylaymiz, tosh qilamiz bu yerlarni. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8. Menimcha yeta. Vona undan balonni kutdi-ba? Voy, bo'ldi. Xo'p, pastga tushamiz endi. Yo'q, pastga tushmaymiz. Pastga tushmaymizmi? Pastga tusholamiz mayli. Ikkinchi joyimizga qarab o'tamiz bo'ldi. Wow, bular bo'lgan-a? Mana bular bo'lgan. Yana ikki qo'yamiz sabzi. Eli, mana. Ya bittasini to ikkini qilaverdim. Potato. Ye bular hal bo'lma. Mana bular bo'lgan. Okay, potato. Stop. Bo'l, obunachilar, qizlar, hayron qolaman-da. Nega videoyimni ko'rib like bosmaysizlar? Sho, bugundan boshlab videomni ko'rib like bosmaganni yuziga o'rgimchoq odam tur otib ketsin. Shuning uchun bitta like'ni jalka qilmanglar. Obunachilar, endi biz boyagi bashni qurayotgan joyimizda qilamiz. O'sha takoy chiqyapti. Bu eng balandda shu yer bo'lyapti menimcha, chunki ko'rgan bo'lsanglar, ko'rayotgan bo'lsanglar qaranglar bu yer turishini. Mana ikkovini buzib taylaymiz. Yana bitta mana bu yerga. Onnen. Mana bu yerga ham. Obunachilar, endi biz qaranglar. Narvon quramiz. Bo'ldi. Obunachilar, endi biz mana shu yerda ishimizni davom ettiraveramiz. Vo, mana buni qaranglar. Tezroq. Okay. 5, 6, 7, 8. Yer ko'rmay qoldi-mi? O'nachli endi biz pastga tushamiz. Yana o'lishlardan bo'lmaydi menimcha, chunki men ancha-muncha o'lgandim. Kim zo'r, men zo'r. Muncha uzun maqtan. Stop. Yurdan bo'lsa. Biz noto'g'ri qurib qo'ydikmi tepasini? Biz noto'g'ri qurib qo'yibmiz u. Mayli, necha pastga tushamiz. Go bo'lmasam, bu yerni ham shunaqa qilamiz. Mana ya, neni tushib ketdim. Mana, sho, takoy. O'nachli endi pastga tushamiz. Ular urgan qo'yaman deyman. Mana bu yerni umuman tushirib taylaymiz va bu yerlarni umuman olib tashlaymiz endi o'buna. Chunki biz noto'g'ri qilgan ekanmiz, boshqacharoq qilamiz endi. Let's go. Qarashdik. Mana bu yerni tushiramiz. Butkul va eli bu yerga bunaqa taxta qo'yamiz. Okay. Eli mana. Chotka. Endi normali bo'ldi. Endi aniq territoriyasi olingan buni. Endi qurib chiqishimiz qoldi bu yerda. Yo'q, qurib chiqamiz endi. 1 2 3. Okay. Quramiz-da, ikkita bunga qo'yamiz-da, pastga tusha olamiz. Unachli endi ikkitalab qurib ketamiz. O'sha bo'ldi. Bo'ldi. Bu yoqqa o'tamiz-da, bu yerni buzamiz-da, mana. Bu yerni buzib ketamiz, pastga tushamiz. Ulayda. Yomon tezligim bor meni. Taxtamiz qolmay qolyapti-yu. Voy, taxta yetmayapti. Yomon ko'p taxta olib keldim men. Nechta stack. Bo'ldi. Go. Let's go. Taxtamiz qolma. Taxtamiz qolma. Mana bu yer qolib ketdi, mana bu yer qolib ketdi qali. Go, taxta olib kelamiz endi. To'xtaylar, endi uxlasa bo'lar, chunki biz boya uxlatmayotdi. Endi uxlasa bo'lar menimcha. Aynan mana shu yerga umuman uxlab ko'rmadim, chunki bu yerga umuman uxlatmayapti. Mana shunaqa boshqa joyga uxlab ko'ramiz. Hozir taxta olib kelish juda xavfli bo'la bilasizlar. Oilasiga uxladik bu yerga. Taxta olib kelamiz endi obunachilar. Taxta, jonim, taxtam, jonim mening mehribonim, taxtam. Kamalak, yomg'irdan keyin yon kamalak chiqishi zo'rda. Yo, ular. Mana shuni boshiga bo'lmoqchiman. Taxta olib ketamiz. Tugadimi? Obunachilar, toporimiz tugab qoldi. Bundan boshqa nima eng yomoni? Kitti bola yana shaxta tushib, 3 ta temir olib kelamiz, toporimiz. Shaxta juda qo'rqishli. Shaxta tushish vaqti keldi. Shaxta, meni kutib ol. Ne o'laydi. Xo'p, meni anovimga nima qilyapti bu? Yomon qiynagan bo'ldi obunachilar. Realni. Onayni, yaxshi qizi. Birazdan tushmasmizdan. Tushsak bilmadim. Yomon tez yugura bilgan bo'lsa. Vay, ana. Qayerdan o'tyapti? Orqadan o'tyapti asta-gina. Men boshqa narsadan o'lib ketaman-ku men. Yo'q, ana. Chiq. Yomon bo'ldi. Dahshat bo'ldi. Yo'lni yopdilaganni, zo'rman-da. Mana shu yerda endi mana shu kichkina shaxtachamizdan izlaymiz endi temirda. Boshqa kichkina shaxtacha izlaymiz bola o'g'lanchilar. O'zimizda shaxtachamiz bo'lishi mumkin, kichkinaga shaxtalar, bu faqat kattaga shaxtalar kirgan. O'yla, eshik olib ketamiz. Mana shu yo'llardan chiqmaykan, mana shu yo'llardan. Mana shaxta-yu bu. Buni qo'rqishli ham shaxta emas. Ana. Ko'rasizlar bolalar? Buni katta shaxtaga kirib 3 ta olguncha mana shu yerdan jimgina osoyishtalik bilan bu yerda bitta ko'mirni olib, mana bu yerga
qo'yib, bitta fakil yasab olish ham mumkin. Fakillikni mana bu yerga qo'yib, ko'proq olish mumkin. Ko'rasizlar? Kursimga yozinglar. Oyiga $200 bo'ldi endi. Avval endi bu yerga ketamiz, bizda o'sha 25 ta ko'mir ham bor, 5 ta temirimiz ham bor. Go bu yerdan ketamiz endi. Bu yerga qilayotgan ishimizga qolma. Qaranglar. Qo'y. Ko'rasizlar, bunaqa qilish uchun nima kerak deymi? Flashda tezligidagi ikkita barmoqcha kerak. Ye? Qaysi liftga tug'ilgansan? Eshigi yo'q. Go. Yo, mana bu yerda qilayotdik aytgancha, ismini chiqib ketibdi. Mana bu yerda qila olishimiz kerak. Mana bu yerda biz olamiz. Aytgancha men. Voy, men o'zi temir olib kelyapman, tapor yasashga. Tapor yasamaganman. Mana bu yerda qilishimiz kerak edi. Mana bu yerga o'tib ketib qoldim, qo'yaylik. Mana, xo'p. Okay. Mana shu endi biz temirlarimizni qorib qo'yamiz. Bu yoqqa ozgina temirni yarmini bu yoqqa, yarmini bu yoqqa. Qarashday qarang. Hozir temir bo'lgandan keyin biz tapar yasab, biz ko'proq taxta olib kelishimiz kerak. Mana bu yerga hali oddiygina bo'lib qolmasligi kerak bu bashni. Dahshat katta zo'r qilamoqchiman men bu yerda hali. Xo'p, bu natchilar, qarashday hozircha qaranglar biz nima qilishni plan qilyapmiz. Ikkita eshik qilmoqchiman men, lekin bizda yo'q, bizda taxta. Bu yerda ham taxta bor ekan. Oq taxtalardan qilamiz. To'xtanglar, biz bular aytgancha go. Biz endi ketamiz. Tapor yasaymiz. Let's go, taporimiz ham bor endi. Tapordan qiynalmaymiz. Endi biz go taroq olib kelgan ketamiz. Go. Facha. Taroq qolsa, ovqatlana olay. Faqat oq taroqlar qo'y. Mana ikkita. Let's go. Hammasini olib ketamiz. Yana kechib qolyaptimi o'g'illar? 14 ta qilib qo'yaylik hech bo'lmasa shu taxtalarimizni. Necha kunni o'tkazgan bo'lsa shu bugun. Yomon ko'p kech bo'lyapti. Okay. Nechta bo'ladi? 46 ta. Yana ozginagina qoldi obunachilar. Yana 8 ta kerak. Mana shuni oxiriga chiqib ketaman endi. Bizda 64 ta va yana 3 ta taxtamiz bor. Taxta qilinayotgan daraxtimiz. Obunachilar, kommentlardan men juda ko'p bo'lib qoldim. Qarashday qarang. Meni ovozim juda boshqacha bo'layotgan ekan sizlar. Shundaymi? Men mikrofon oldim. Yangi bu hali. Shuning uchun men buni aniq qilolmayman. Nastroy qilolmayman. Ovozimni zo'r chiqarib berib, hamma narsani gungurlatayoryapti. Ovoz juda baland qilayoryapti ovozim. Hozir men astagina gapirib turibman sizlarga. Lekin sizlar juda ono bo'lyapti-da. Shu asta gapirganim ham juda baland bo'lyapti. Masalan qarang. Nima gap bo'lyapti sizlar? Ichlar bilan shachimay so'rab yursizlarmi? Men qayerga ko'rasizlar? Oxirida akni masta aytdim masalan. Mana shu hozir mana bu yerga eshik qilsak qana chiqamiz. Eshik qilish nito uchun tepaga chiqamiz. Mana bu yerga o'tamiz. Bu yerda qilolaylik. Go. Bu yer tayyor. Devorlari umuman tayyor, butkul tayyor bo'ldi devor. Mana chotki. Qarashday bularni ham biz chiqamiz. Yurib pastga. Mana qorong'u past. Qarashday onachilar bu yerga bitta virusda kerak. Qaranglar, bu yerga ko'proq narvon qilish kerak bu yerga. Yetadi 16 ta narvon. Chiqa olamiz endi. Let's go. Aynan. Mana shu yerlardan o'tin chopsak, let's go. Okay. Bo'lish yurdi ekan-ku. Bo'llar, to'xtab turinglar. Videoyimiz homiysi xalqaro litsenziyaga ega Mospet kompaniyasi. Siz Mospet orqali turli o'yinlarda mo'maygina pul ishlab olishingiz mumkin. Hacker bir promokodi bilan ro'yxatdan o'tganlar uchun 3 million so'm bond sovg'a sifatida beriladi. Kommentariyadagi havolaga o'ting va Hacker bir promokodini kirgazib, birinchi stavkangiz uchun 3 million so'm bonusni qabul qilib oling. Chiqib ketma. Ne yetar, rostdan ham xuddi o'zida aytgan, qaranglar. Mana bu yerni biz olsam, o'sha ikkitagina joy qo'y, ikkitagina narvonga joy qo'yadi. Yetadi, yo'qmi men matematikman, O'li. Mana bular yurishini qaranglar. Qishloq ko'rmaganni yurib. Qo'yil, mayli necha. Nimamiz, hammasi kulib qo'yamiz-da. Mana bu yerga bitta uyganiga qarab qo'yamiz. Bu meni uyim. Nima kelyapti mana? Bular menga kelayotgan ekan. Okay, xuddi meni o'ldiraman deganni, qurib yetayotganni o'ldirishga. Bu yerda ham 2 qavat qilamiz obunachilar. Qarashday menga yana bitta ideya kelib qoldi. Mana bu yerlarni buzamiz. Bu yergacha qilsak ham, bu yerga 3 ta joy qo'yaptimi? 2 ta, 3 ta joy qo'yilgan ekan. Mana bu yergacha qilsak ham, chotga bu o'zi addinni qavat bo'ladi. Qarang. Endi bu yerni buni buz olamiz. Bu yerni buzib chiqamiz. Aynan 3 ta qavat ochiq turadi. Xuddi ana unday turadi 3 ta qavat. Ya'ni tepasiga bino olib ketgan bo'ladi. Hozirgina men ham zamonaviy qilay deyapman-da. Bu imperiyani. Uch tayyor. Let's go. Mana obunash tayyor. Bu yerda ham yomg'ir yog'yapti yana. Yomg'ir yaxshi. Menga yoqqa yomg'ir. Rishotka kerak. Rishotka. Pastdagi versaga rishotka solamiz. 30 ta rishotkamiz bor. Boshqa joylarga ham qo'yishimiz kerak biz hali. Bu 30 ta yetmay ham qoladi menimcha. Okay. Mana bu yerga fakil, 2 ta fakilimiz bor ekan. Mana yana fakilga solishimiz kerak biz. Xo'p, bu yerga fakil bor. Bu yerda ham stop. Uzr. Tosh. Bitta, 2 ta, 3 ta, 2 ta, 3 ta, bitta, 2 ta, 3 ta, 2 ta, 3 ta. Bitta taxta qo'yamiz mana bu yerga. Bu yerga bitta yana va yana bitta taxta qo'yamiz. Mana chotga. Mana shunaqa tom bo'ladi, qarorchi. Bu yer biz olamiz endi, kerak emas bu yer. Chotga bo'l. Uje ish tayyor. Yo'llarni qilib chiqsak, yetmay qoladi dedim-ku, uje. Rostdan yetmay qoldi. 20 ta, 30 ta taxladikmi biz? Chiqolik. Mana bu yer.
unaqa ular basharasi kelib tushdi. Inni chiqqan joyimga u ishtakoy bo'lyapti bolalar. Qaranglar buni. Ula, uta anoyi, ha zamonaviy. Eshik bu tomondan bo'ladi. Mana fakras chiqqandan mana bu yerga kira oladi-da, eshikni ochadi. Let's go. Tushunarli. Mana bu yerga bitta fakil, bu yerga bitta fakil. Bus. Mana, go. Bu ikkita tomoniga ham ikkita fakil. Qarang, mana shu yerda ham nimadir bo'lsa, normal emasmi? Yo, eshitmamiz ham yo'q ekan o'zi qurishga. Men o'zi aslida mana buni buzmoqchi edim. Pastga meni taporim qolib ketdimi nima? Taporim qani meni. What? Mana tapor. 3 2 1. Uy, neyni? Yomon epchilmani. Shu biza ikkinchi imperiya juda takoy qilyapti-ga. Yana bitta imperiya qilamizmi deymi keyingi qismda. Qo'yil. Taporda o'rligingni biz tepadagi ishda hammasini qilib chiqamiz. Let's go. Bashna tayyor. O'zini tushib ketdim. Okay. Tayyor. Let's go. Okay, pastga cho'lamiz endi. Go. Nima desanglar ham bu imperiya menga yo'qdi. Bu men qurdim chunki. Men qurgan narsa hammasi menga yoqadi. Nima desanglar, tushunarlimi? Hisob qilmaylik. Buni qaraylik turishini. Wow, ule. Boshqa joydan qaraymiz. Go. Ertalab bo'ladi. Ertalab bo'lsa mayli necha. Obunachilar, bungi videoda biz o'sha bashna qurdik, ko'p narsalarni boshdan kechirdik. Qarang obunachilar, mana shuni qurdik biz bugun. Shuni qurdik bugun. Tushunarli? Obunachilar, ko'rishda hamma xayr bunga yetar menimcha, chunki bugun ancha narsa quryordik. Hamma xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bungi videoda sizlar bilan birga men Hacker bo'laman. Bungi videoda maza qilib dam olgan bo'lsanglar, kommentga o'z fikringizni qoldiringlar. Nima bo'ldi, nima bo'lmadi, yomon chiqdimi, bo'lmadi, yoqmadimi sizlar yoki o'zingizlar xohlagan narsani yozib qoldiringlar. Hamma xayr, ya'ni bundan keyingi qism ham chiqsinmi, chiqmasin, boshqa imperiya ham quraylikmi? Ya'ni bizda hali imperiya qurish uchun territoriyalar juda ko'p, chunki qaranglar bu territoriyalar. Mana u kech qolyapmiz-a. Qaranglar. Bizda hali mana shu katta qishloqni butun imperiya qilmoqchiman men. Mana shu katta qishloqda. O'sha bu katta qishloqdan bir 2 yo 3 qismli joyi bu. Shu 2 yo 3 qismli joyidan 10 qismdan 2-3 qismi o'sha qaranglar qanday o'tib ketdi. Hali buncha narsani qursak biz bilmadim nimalar o'tib ketdi avvalomdan. Shunaqa qilib bu ikkinchi imperiyamizni ham ishni tugatib oldik. Hali unchalik tugamadi. Hali biz mana bu yerlarda ham nimadir qilmoqchi edim men. Vaqtimiz chegaralangan. Hamma xayr bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentga yo'qdi, yoqmadi, keyingi qism chiqadi yo chiqarmang. Hamma xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.